ertalab servis deyiladi, bu kichkina avtobus avtovokzalga olib boradi. Tongdan yo'lga chiqdik. Bu yerda yuklarimiz. Mana shunday servis degan kichik avtobuslar mehmonxonalardan, sizni shu uyingiz oldidagi asosiy bekatlardan yirik avtovokzallarga olib boradi. Biletni sotib olganingizda avtobuslar ichida servis xizmati bor deb so'rashingiz degan avtobus avtovokzalga boradi. Agar taksida ketsak, shu hozir kamida 750-800 deyiladi bu degani. 820-230 so'mga ketardik. Servis shunga ketadi. Sheriklarimiz. Xohlasa Antaliya sari yo'lga chiqdik. Izmir shahridan Antaliyaga bugun Turkiyaga qilgan safarimizning ikkinchi kuni. Xayrli va